Haqiqatdan ham qayerdan boshlashni va nima haqida gapirishni, sizlarga qaysi xabarni yetkazishni bilmayapman. G'azodagi manzaralardan ko'ra qo'rqinchliroq yoki u yerdagi xabarlardan ko'ra qo'rqinchli xabarlar bormi? Ey ikki haramda ibodat qilib yurgan kishi, agar bizni ko'rganingda edi, ibodatda o'ynab yurganingni bilgan bo'lar eding. Kimlardir yanoqlarini ko'z yoshlari bilan xo'llagan bo'lsa, bizni bo'yinlarimiz qonga belangandir. Allohga qasamki, nimadan boshlashni bilmayapman. Farishtalar uni xunuk holatda ko'rmasligi uchun Allohdan boshi uzilmasligini so'ragan bolakaydanmi? Yoki oyoqlaridan ajralgan holatda mana bu risolani yetkazishga harakat qilayotgan yozuvchidanmi? Yoki bu manzarani suratga olayotgan paytida o'z oilasini shahid qilinganlar qatorida topgan suratkashdanmi? Yoki hali taom yeyishga ulgurmagan farzandi shahid qilingan onadanmi? Yo farzandiga Allohdan shifo so'rayotgan bir vaqtda farzandi shahid qilingan onadanmi? Yoki butun oilasi shahid qilingan holatida oilasiga meva olib borishni orzu qilayotgan kishidanmi? Azizlarim, og'riqli va mahzun qiladigan manzaralar juda ko'p. Balki ba'zilarimiz uyqu ta'mini bir necha kundan beri totmayotgandirmiz. Lekin azizlarim, bilishimiz kerakki, mana bu jarohatlar va alamlar orasida ham ular tirikdirlar. Aslida biz o'liklarmiz. G'azo ahli mag'lub kishilardan yordam so'ramaydi. Qanday qilib g'olib mag'lublardan yordam talab qiladi? U g'alaba qilgan va boshi tik turgan holatda bo'la turib, yordamga qodir bo'lmagan kishilardan yordam so'raydimi? G'azoni jarohati mana bunday og'ir vaqtlarda musulmonlar yurtida raqsga tushib, o'yin kulgi qilayotgan kishilardir. Ular bu o'yin kulgilarini hatto kechiktirmadi ham. Shahidlarimizni masxara qilgandek butun olam san'atkorlarini yig'ib raqsga tushyaptilar. Biroz avval G'azoda bir kunlik chaqaloq shahid qilindi. 1 yoshga ham kirmagan, balki tug'ilgan kunidayoq shahid qilindi. Ular bu manzaralarni ko'rmayaptilarmi? Mana bu falaj bo'lib qolganlarni, mana bu qonlarni ko'rmayaptilarmi? G'azo ahli bulardan qo'lini yuvib bo'lgan. Va biladilarki, o'liklardan yordam so'rash bu Allohga shirk keltirish. Shunday ekan, biz bu o'liklardan yordam so'ramaymiz va yolg'iz kurashamiz va Allohning izni bilan bu ummatga izzatini qaytaramiz. Azizlarim, aytamanki, ey ummatim, yordam so'rab qichqirma. Qancha nidolar behuda ketdi. Qancha qichqirsang ham qalblar hech yumshamaydi. Ular hammalari o'zaro mehribonlar, lekin senga emas. Ularni va'dalariga aldanma. Qo'llaringni silta. Allohning izni bilan G'azoni yangitdan quramiz. G'azo nasl qoldirishda davom etadi. Allohning yo'lida qatl qilinganlarni o'liklar demanglar. Ular tirikdirlar, lekin sizlar sezmaysizlar. Shuning uchun ey azizlarim, ey qadrdonlarim, Falastinni himoya qiling. Falastinni himoya qilish sharafdir va u sharafga munofiq kishi yeta olmaydi. Falastinni himoya qilishlik sharafiga munofiq yeta olmaydi. Sizlarni xotirjam qilib aytamanki, G'azodan xotirjam bo'lavering. Albatta ular yaxshilik ustidadir. Minglagan yaxshilik ustidadir Allohning izni bilan.